Diqqat e'lon. 2025-yilning 21-dekabrida ob-havo tufayli qoldirilgan uloq ko'pkarimiz ayrim sabablarga ko'ra e'lon chiqaruvdik va ayrim sabablarga ko'ra ob-havo tufayli qoldirilgan edi. 2026-yilning 11-yanvar kuni Toshkent viloyati Parkent tumani Bo'ston-Nuqo'ya Chavkanchak qishlog'ida Ibrohim hoji aka bankerning bir kunlik uloq ko'pkarisiga barchangizni taklif etib qolamiz. Ko'pkari solimlari choylar, sarkalar, qo'chqorlar, gilamlar va pulli solimlardir. Oxirgi solim surpriz bo'ladi. Ko'pkari Chavkanchak qishlog'i Hoji Ko'l Achchi maydonida soat 12:00 da boshlanadi. Bu ko'pkarini O'zbekiston Uloq ko'pkari federatsiyasi xodimlari nazorati ostida tashkil etiladi. Ko'pkari Ohangaron Qahramon Qurbonov boshqarib boradi. YouTube xizmatida Osiyo Uloq kanali bo'ladi. Barchangizni taklif etib qolamiz.